Silkway Star Grand finaligacha sanoqli kunlar qoldi. Shanba kuni xalqaro musiqa loyiha g'olibi aniq bo'ladi. Hozir qatnashchilar hamma vaqtini repetitsiyalarga sarflayapti. Bo'lg'usi chiqishdagi har bir nota va detalni takrorlayapti. Bosh sovrin uchun 7 qatnashchi Qozog'iston, Malayziya, Mongoliya, Xitoy, Armaniston, O'zbekiston va Gruziya vakillari kurashadi. Artistlar fikricha, finalni kutish ayni vaqtda hayajon va iliqlik beradi. Ijodiy bellashuv sifatida boshlangan tanlov barcha qatnashchilarni xalqaro oilaga aylantirdi. Ta'kidlash lozimki, Silkway Star finalini tomoshabinlar Jibek Joli Silkway telekanali bevosita efirida 22 noyabr kuni tomosha qila oladi. Silkway Star xalqlarni birlashtiruvchi mutlaqo o'ziga xos shou va men uchun unda qatnashish hayotimdagi eng yorqin hamda iliq xotiralardan biri bo'ladi. Finalda juda chiroyli va ayni vaqtda murakkab qo'shiq kuylayman. Uning matni sermazmun, menimcha tomoshabinlarga ko'p narsalarni bera oladi. Mamlakatimizda mening loyihada qatnashayotganimdan ko'pchilik xabardor va g'alabamni tilayapti. Eng ulkan jengsim bu jobada. Ushbu loyihadagi eng katta g'alabam 11 nafar ajoyib vokal ijrochilari bilan tanishish bo'ldi, deya olaman. Endilikda 11 davlatda do'stlarim bor. Tanlov mazmuni va missiyasi odamlarni va xalqlarni birlashtirishdan iborat. Avvalo, artistlar to'plandi va madaniy muloqot yuz berdi. Chunki bunday loyihalar birlik va do'stlik sari yetaklaydi, deyman. Buning bari birlik yo'lidagi, do'stlik yo'lidagi jobalar deb.